Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Qur'onga ko'z solsak, Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Og'irlikdan so'ng yengillik keladi, ham durustlikda deydi, haqliqda deydi, og'irlikdan so'ng yengillik keladi. Hamma o'zimizning turmushimizga da ko'z solsak, shinab tashlay, gil kishi sinov ostidan sinov kelib turadi. Biroz sinov keladi, og'irlik keladi, undan so'ng baribir oxirida yengillik, rahatlik keladi. Hamma bu umra haj o'taganda da shulay. Haj amallarin ishlaganda, umra qilganda, shukur, yetishtirtish, issi hamma qilib o'tirgach, qaytgach, yol etgach, shunda bir lazzatlik sezasin. Ham shu odamlar boshqalarga kerakmi? Bir yanglishga o'rnashganda, bir sinov qarshida qolgach, baribir ko'pdir vaqtdan so'ng sabr etib, tuzimlikdan so'ng baribir yengillik keladi, shig'i yo'li bo'ladi. Shunga ko'ra tushunlikka berilmang, har vaqtda da